bir kishining qabri 3 ta joyda bo'lishi mumkinmi? Bundan salkam 1000 yil muqaddam qabri 3 ta turli shaharda joylashgan bir buyuk zot yashab o'tgan. Orqamdagi maqbara aynan shu 3 qabrdan biri joylashgan ziyoratgoh hisoblanadi. Hozir biz Toshkent shahridagi Ibrohim ota ziyoratgohidamiz. Ibrohim ota asli sayramlik bo'lib, shar'iy ilmlarni mukammal egallagan olim, javonmardlik tariqatining piri murshidi, mohir tabibning bir qatorda qayerda bo'lmasin mahalliy xalqni ortidan ezgulik niyatlarida ergashtira bilgan yetakchi hisoblanadi. Ibrohim ota boshqa bir buyuk mutasavvif Muso shayxning ba'zi ma'lumotlariga qaraganda esa Mansur otaning qizlari bo'lmish Oysha onamizga uylanganlar. Bu nikohdan keyinchalik butun Turkiston piri deb tanilgan Hoji Ahmad Yassaviy hazratlari tug'ilganlar. Lekin shunday bo'lsa-da, Hoji Ahmad Yassaviy hali go'daklik paytlarida Ibrohim ota ham, Oysha onamiz ham erta vafot etib ketganlar. Ularning farzandlarining qismati haqida esa alohida tayyorlagan videolarimizda gaplashib o'tamiz. Ibrohim ota hayotini turli davrlarda turli xil o'lkadagi muridlarini faqatgina shu javonmardlik tariqati ta'limotlari asosida hayot kechirishga targ'ib qiladi. Shuning uchun ham balki u zotning qabri 3 ta alohida shaharda, ya'ni Turbatda, Sayramda va Toshkentda joylashgan. Endi Hoji Ahmad Yassaviyni hikmatlaridan birida shunday ma'nolar borki, otamning qabri Oqturbatda degan joylari bor. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Ibrohim otani asl qabrlari Turbat shahrida joylashgan. Toshkentdagi va Sayramdagi qabri esa u ramziy qabr hisoblanadi. Endi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Ibrohim otaning muridlaridan ba'zilari, ya'ni shayxlarini asl qabrlaridan bir qism tuproqni olib, mana shu orqamda turgan joyga olib kelib, Toshkentda shu yerda ramziy qabr bunyod qilishadi. Dastlabki maqbara esa 15-asrda bunyod bo'lgan. Orqamdagi bino esa 17-asrga tegishli deb bilinadi.